proteinni qanaqasini olishni bilmay yurgan bo'lsangiz yoki original poddelkasini farqlashni bilmayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun, bu nafaqat ular uchun, balki sport endi kirib kelganlar uchun ham juda ham foydali bo'ladi. Biza proteinni originalini poddelkasidan farqlashda 4 ta yo'l bilan ketma-ketlikda tushuntirib o'tamiz. Birinchi navbatda proteinni tanlayotganda brendni sizlar internet orqali qaraysizlar, u brendni qancha yildan beri zavodda ishlab kelayotganligi yoki bo'lmasam ambasador bo'lib sifatida modellari kimligida yoki bo'lmasam uni mashhurligi, nafaqat bitta do'konda, ko'p do'konlarda ko'rgansiz, chet eldagi atletlarda ko'rgan, shundan kelgan holatda bitta proteinni tanladingiz, ya'ni mashhurligiga qarab. Albatta mashhur protein bo'lgandan keyin uni poddelkasi ham bo'ladi. Bu haqida to'xtalib o'tamiz. Protein mahsulotini internet magazin orqali yoki bo'lmasam do'kon orqali ko'rib chiqdingiz va bitta do'konni tanladingiz yoki internet magazin tanladingiz. Keyingi qiladigan ishimiz, mahsulotni internet orqali zakaz qildingiz, lekin hali puli to'lanmagan yoki bo'lmasam do'konga bordingiz, u mahsulot bilan kontakt, ya'ni qo'lingiz bilan ushlab ko'ryapsiz, hali puli to'lanmagan holatda. Nimalarga e'tibor beramiz? U brendni internetdagi oxirgi dizayni bilan, ya'ni har bitta dizayn har yili o'zgarib turadi, ya'ni dizayni yangi bo'lishi kerak. Dizaynini e'tibor berdinglar, suroklariga e'tibor berdinglar, hammasi tiniq yozilgan bo'ladi hamda pechati. Ya'ni brendlar juda ham tiniq pechatda xatolarsiz yozadi, hech qanday A sifrasi B ga o'zgarmagan yoki A bo'lib ketmagan bo'ladi va gologrammali membranalarga e'tibor bergan holatda internetdagi bilan farq qilmagandan keyin uni xarid qilasizlar va uchinchisi, bu uyga keldinglar, mahsulotni ochdinglar, membranasi joyida, hidi joyida, ta'mi joyida, ichib ko'rdinglar-da, hech qanaqa anomal bir qanaqadir muammo yo'q. Okey. To'rtinchisi bu oxirgisi va bu faqat whey proteinlarda ko'pgina sinovdan o'tgan. Bunda nima qilamiz? Bir piyola qaynagan suvga bitta porsiya proteinni solamiz va aralashtiramiz. Qaynagan suvda sворачивается, ya'ni tvorogga o'xshagan massa hosili bo'ladi. Bu degani siz haqiqatan сыворочный protein xarid qildingiz. Ya'ni olgan parashokimiz ichida oqsil borligi haqida ma'lumot beradi va bu narsani biz video tariqasida ham qoldirib ketamiz ko'rinishini. Agar bunaqa tipdagi videolarimiz sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada keyingi video nima haqida bo'lishi haqida va albatta podpiska tashlab like bosib qo'ysanglar, bizning kanalimizning rivoji uchun yordam bergan bo'ladi.